Assalomu alaykum. 2026-yilning 23-may kuni mana biz No'qat O'shdan O'shga turdi mana jo'nadigida keldigida mana qaraqlar. Mana Telmonning suvlari ketdi. Qarasuv rayoni Telmon ayının suvlari. Arkasından bildirib tortib ketdi tamam. 4 ta suluv. Mana qaraqlar. Telmonning suvlari deydi. Mana hurmatli tuğanlar, Qarasuv rayonu Telmon ayının suvlari mana. Mana O'zbekiston Andijondan kelgan, Namangandan necha bor ekan? Shu Namanganda 2014-yil qo'bollar. O'sh siladaglar. O'shqa salom deb qo'ygan. O'zbek sila. Yo'q, o'shqa salom deb qo'ygan. Boshqa sila. Mana bugun Namanganda o'tkazilayotgan 65-xalqaro gullar festivaliga Qirg'iziston Respublikasining O'sh viloyatidan mehmonlarimiz tashrif buyurishdi. Gullar bayramida sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Sizlarni yanada ko'proq kelishinglarni talab qilamiz va biz shu yerdamiz. Sizlarga qanday yordam kerak bo'lsa, biz shu yerdamiz. Sizlar hozir men xizmat qilasizlar bu yerda turib. Biz sizlarga volontyorlik xizmatini taklif qilamiz. Ingliz va rus tillarida gaplasha olamiz. Sizlarni bog'ni aylantirib chiqishimiz mumkin sizlar bilan birgalikda. Qancha so'm bo'ladi bir aylanib chiqishimiz? Yo'q, biz volontyormiz. Bizda xizmatlar pullik emas, bepul. Hamda biz sizlarni bog' bo'ylab aylantirib chiqa olamiz. Maşallah. Sizlarga yigilik. Men o'zim No'qat xabar Jinotar kanalidan jana o'zimdan tayyorlashib qo'ydim. Sizlar ham O'shqa boringlar. Sizlarni Namanganda ko'rganimizdan xursandmiz. Yana bir marta kelishinglarni taklif qilamiz. Xudo xohlasa kelasiz, og'achi. Ana men sizlarga aytib ketavercha dersa, O'sh shahriga borsanglar, Qaraqo'y degan joylosi bor, Obshirota degan joylar jirda, Oljoqda to'g'lar bor, jo'qshilar bor. Shu yoqqa boringlar. Mana O'shdan kelgan qizimiz bor ekan mana. O'sh sila deb qo'ysanglar. Avoda alobqa sila. Qirg'iziston hamda O'zbekiston doimo do'st bo'lsin. Sizlarni yana bir marotaba gullar festivalida kutib qolamiz. Mana bolalar nimalar o'zlari o'tirishadi mana qizlar. Namanganda suluv qizlar ekan. Mana. Mana suluv qizlar bilan turishadi mana. Bizlar tavib oldi hozir. Kelingizlar, boringizlar. Hech bo'lmasa mana fotograf qizni tortadi bizlarda. Hurmatli tuğanlar, mana qarangizlar, suluvlar dog'ona bilan turadi. Maytda chek-chayirchi bizga xizmatga tayyor ekan. Chay desa chayni ham beradigan bekar, bor jon bekar qilishadi ekan.